Bitta iPhone'ning puliga ham odamlar atir sepadimi deysizlarmi? Da, sepadi. Aynan Louis Vuitton'ning 2025 oxirgi chiqqan parfyumi, Symphony parfyumini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Buni shoxlariga e'tibor beringlar, bu oddiy atir emas, bu shoxi borlar uchun bo'lgan atir deb o'ylayman. Chunki men buni o'zimga olganimda ham ochaman, mana shunaqa katta shoxi bo'lar ekan, buni magnitli bo'lar ekan, yana bunaqa joyi. Bu atir menga yoqqan tomonini aytaman. Birinchidan juda ham qimmat. Ikkinchidan juda ham stoyki. Uchinchidan buni hidi hammaga yoqadi, bemalol aytishim mumkin, chunki qanaqadir ham doq qilib qaraysiz, kimdir sepganda, bir nimadir sepibdi deysiz, shunaqa atirlardan bittasi e'tibor tortadigan. Hidi boshida ozgina sladkiy, потом холодный bo'ladi. Juda ham hidi приятный, qizlarjonlar. Menga juda ham misol yoqdi bu atir. Chunki ham qimmat, ham stoyki, ham buni menimcha feromoni ham bor sostavida.